Assalomu alaykum, hurmatli akvarium baliq ishqibozlari. Mendan so'rashgan edi, ikradan chiqqandan keyin qanaqa qopda qilinadi, qanaqa boqiladi deb. Bugun sizlar bilan shuni ozgina qisqacha bo'lsa ham video tayyorlayapman. Bu yerda mana Daniyoni malyoklari ikradan chiqdi. Juda ham kichkina hozir bular. Shularni hozir qanaqa qilib oziqlantirish haqida ko'rsatib o'taman. Bu Artemia bo'ladi. Artemiani ham ochirish haqida bir video qilib ko'rsataman, xudo xolasa. Mana bunaqa tri, ya'ni ovqat qimillab turibdi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, juda ham mayda vijillab turibdi. Mana hozir bularni sekin mana boqamiz. Mana sekin boqamiz. Hozir bular tez yeyishni boshlashadi. Suzib yuradi bu albatta. Mayda. Bu yoqqa ham ozgincha boramiz. Bulargacha ko'p yurmasa ham bo'ladi. Hozir ovqatlanishyapti. Bular ham suzadigan bo'lib, ancha ozgina katta bo'lib qolishdi. Ungacha tuxumma sarig'ini mayda holatda qum qilib suvga aralashtirib shprisda tomizib turiladi. Artemia og'ziga sig'maydi bularni. Ternetsiyada ham boshida 1-2 kun boqqan yaxshi, suv tez ifloslanadi. Mana bu qoldiqlarni ko'rishida mumkin. Mana shular tuxumdan qolgan. Bularni ham tozalaganman. Tiylarini tozalagan holatim bu. Bundan ancha holi yomon edi. Mana yeyishyapti. Buni qolganini bo'lsa ansitrus malyoklar bor. Yani pastda naryoqlarda ana sariq albinos, guppini bolalari, shularga hozir beramiz bunga. Maza qilib yeyishadi. Baribir tri ovqatlar baribir yaxshi. Ana juda ham maza qilib yeb olishadi endi buni. Bu akvariumimizda Daniyo, Ternetsiya, bitta dona neon va ansitrussi bolalari bor. Keyin koridors bor. Ansitruslar sekin chiqishyapti. Yeyishga tegida, lekin ansitruslarni bolalari ko'p bo'lishi kerak. Bekim olishibdi. Qatlagadir bitta. Shilla qurtam bor ekan. Bu ham tushib qolgan. Qattandir. Shu ko'rinishda mana maza qilib yeyishyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mayda bo'lib suzib yuribdi. Bular tri, ya'ni artemiyalarni tutib yeyishyapti. Ajoyib ko'rinish. Ko'z bilan ko'rganda sal boshqacha, telefonda boshqacha. Qornilari sezayotgan bo'lsanglar, hozir ishi boradi. Qorni ovqatga to'lgan sari
taxminan 80 ta 100 tacha chiqib qolsa kerak baliqchalar. Pastigilar o'sha anchasini yeb yuborishdi. Pisoslar guppilar asosan akvariumimizda. Bu yoqda oila sitruslar ko'payadigan joyi. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi safar yana nima haqida video qilishim haqida yozib yuboringlar kommentariyada. Albatta javob savollar bo'lsa yana javob beraman. Sog' salomat bo'linglar.